hattoki pasportdagi tanangiz boshqa bo'lsa ham, sizni o'zingizni tanangiz, hozirgi tanangiz ham yosh, ham energiyaga to'la, ham sog'lom bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma 30 yoshgacha yosh, chiroyli bo'lishadi. 35 da o'sha farq ketadi. Kimdir 35 ga kirgan bo'lsa ham yoshgina yigitchadek, qizchada yurishadi. Kimdir esa 35 da allaqachon 50 yoshlik kishiga o'xshab qoladi. Mana shu nimadan farq qiladigan bo'lsa, bizni yeydigan ovqatlarimizdan va turmush tarzimizdan va biz qanday bu turmush tarzimizni olib borib, ya'ni bilimga bog'liq bo'ladi. Demak, bu bilimlarni o'rgatish hozir butun dunyoda juda ham populyar bo'lib ketdi, ya'ni mashhur bo'lib ketdi. Chunki nima deganda, bizlar hozir shunaqa dunyoda yashayapmiz, ekologiyamiz yomon, yeydigan narsamizda ximikatlar ko'p va ovqat ifloslanyapti, yer ifloslanyapti, suv ifloslanyapti va havo ifloslanyapti. Agar shunaqa holatda siz yashab, ham sizni ovqatlaringiz ham xuddi shunday ifloslangan narsa, noto'g'ri narsani yeydigan bo'lsangiz, tanangiz ertaroq ishdan chiqadi. Deylik, siz ekologiyani mana hozirgi holatda havosi yomon joyda yashagan bo'lsangiz, kimdir tezroq unga ta'sir ko'rsatadi tanasiga. Kimdir esa tanasi ta'sir ko'rsatmaydi. Farqi nimada deydigan bo'lsak, tanasida allaqachon toksini bor bo'lgan odamda tezroq tanasida ifloslanishlar yig'ilib, ya'ni tanasi o'sha narsani chiqara olmasdan yig'ilib qoladi. Deylik, hozir juda ham muammo bo'lib ketayotgan Toshkentning ob-havosi. Sizda ob-havongizda eng og'ir metallar, eng iflos PM2.5 da eng zararli gazli ximikatlar o'pkangizga kirdida. O'pkangizdan to'g'ridan-to'g'ri sizni qoningizga, butun tanangizga yuradi. Va agar tanangiz ichi toza va hamma organlaringiz yaxshi ishlayotgan bo'lsa, o'sha narsani tanadan chiqarib, qanchadir qismini chiqarib tashlashga yordam beradi. Lekin sizda ichki organlaringiz yaxshi ishlab chiqmayotgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani tezda tanadan chiqarib tashlay olmaydi. Va natijada siz bilan yonboshingizda yashaydigan deylik bir xil odam, bir xil nafas oladi, bir xil o'sha ekologiyada yashaydi, lekin kimnidir o'pkasi og'rib qolib, allergiya bo'lib qoladi yoki har xil astma, o'pka kasali bo'lib qoladi, kimdir esa hali ham sog'lom bo'lib yuradi. Shuning uchun bizni Nutritsiologiya bu kanalimiz sog'lomlashish haqida mo'ljallangan. Ya'ni bizlar oziqalar orqali, vitaminlar orqali, hayot tarzi orqali qanday qilib tanamizni sog'lom saqlashimiz haqida o'rgatadigan va shuni mutaxassislarimiz. Doktorlar esa sizda kasalliklar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar. Shuning uchun ular o'qigan vaqtda doimo kasalliklar haqida o'qishadi, qanday qilib uni medikamentlar bilan tuzatishni o'rgatishadi. Bizlar esa o'qiyotgan vaqtimizda, o'rganayotgan vaqtimizda qanday qilib tanani sog'lom saqlash, oziqalar orqali, hayot tarzi orqali qanday qilib sog'lom saqlash haqida o'rganamiz. Shuning uchun bizlar sog'lomlashtiruvchi mutaxassislar, doktorlarimiz esa bu kasalliklar bo'yicha mutaxassislar hisoblanadi. Lekin ikkovi ham chet elda birga ishlaydi. Masalan, Yaponiyada nutritsiologlar hamma больницаlarda, kasalxonalarda, hattoki bog'chalarda, hattoki maktablarda, katta-katta ishxonalar ishlaydigan oshxonalarda ham ular ishlaydi. Chunki shunaqa tarzdagi ovqatni o'ylab, tanlab beradiki, uni yegan kishi doimo sog'lom bo'lishi uchun. Shuning uchun больницalarimizda doimo nutritsiologlar ishlaydi. Har bitta kasallik yoki har bitta odamni sog'lomlashtirishga yordam berish uchun ular ishlaydi. Chet elda ayrim mamlakatlarda yo'q. Ayniqsa O'zbekistonda hali yo'q. Hech qaysi больницada nutritsiologlarni ko'rmaysiz. Shuning uchun nutritsiologlar hozirgi davrda rosa muhim bo'lib boryapti. Nima deganda, bu aytganda yer, suv, osmon, havo ifloslanib borayotganligi uchun. Bu hattoki oziq-ovqatlar ham ifloslanib borayotganligi uchun. Sog'lomlash haqida mutaxassislar biza. Shuni deydi, mana uchun nutritsiologiya qanaqa kanalga kelib qolibman deb o'ylaydigan bo'lsalaringiz, bizlar sog'lomlashtirish bo'yicha mutaxassislar biza. Oxirgi vaqtlar doktorlar ham murojaat qilishadi menga. Nega deganda, medikamentlar bilan tuzatish qiyin. Hattoki o'zlari kasal bo'lgan doktorlar ham ko'p. Men buni ayblamayman, chunki haqiqatan ham medikamentlar bilan ko'p narsani tuzata olmaysiz. Kasallikni qanaqadir darajada simptomlarini yo'qotishga yoki qanaqadir darajadagi tuzatishga yordam beradi. Lekin ichkaridan, ovqatlanishdan, hayot tarzidan sog'lomlashmasa tuzalmaydigan kasalliklar ko'p. Keling, shulardan bittasini misol sifatida aytadigan bo'lsak, yaqinda Moskvadan doktor ayol kishi murojaat qildi. Turmush o'rtoqlari allergiya bo'lgan, undan keyin migren bo'lgan, migrenni tuzataman deb kuchli dorilarni ichib, uni ustida yana shamollagandan keyin migren kuchayib ketgan va o'sha migrenni yana ham kuchli og'riqqa chidolmaganligi uchun migrenga qarshi bo'lgan medikament dorilar ichganlar, natijada miokard bo'lgan, insult, infarktga o'xshaydigan kasallik bo'lib qolgan.
И plus yana potensiya past. No, chunki qon tomir bilan bog'liq bo'lgani uchun. Va nima qilsak bo'ladi deyapti. O'zlari institutlarni bitirgan va hozirgi vaqtda Rossiyani kasalxonalarda ishlayotgan o'qimishli, bilimli doktor. Bu turmush o'rtoqlari shunaqa kasal qoldi. Tushunyapsizmi demak qayerda kalavani uchi? Demak, meditsina ham, hattoki medikament, dorilar ham tuzata olmaydigan narsalar bor. Bu bizlar ichkaridan tozalanib, sog'lomlashadigan bo'lsak, medikamentlar o'sha kerak emas bo'ladi. Lekin bitta kasal bo'ldingizmi, siz ovqatlanishingiz, hayot tarzingizga qaramasdan faqat dorilarga o'tiraveradigan bo'lsangiz, mana shu hozirgi bo'lgan konsultatsiyani gapini bo'lgan ma'nosini aytadigan bo'lsak, bitta kasal emas, siz uni pobochkasi deymiz-ku, qo'shimcha kasalliklarga chalinasiz. Chunki dori bir tarafni tuzatadigan bo'lsa, lekin ikkinchi tarafini tuzata olmasligi mumkin. Shu asl tuzatish deganda bitta simptomni o'chirib, ikkinchisini yoqib yuborish yoki boshqa tarafga yomon ta'sir qilish emas. Asl tuzalish bu ichkaridan boshlanadi, ozuqalardan boshlanadi, hayot tarzidan boshlanadi. Shuning uchun bizlar o'rgatadigan narsa sizlarni baxtli yashashlaringiz uchun, energiya to'la yashashlaringiz uchun, hech qanaqa kasal bo'lmasliklaringiz uchun, kayfiyat a'lo bo'lishi uchun va qilgan niyatlaringizni amalga oshirish uchun sizlarga quvvat kerak. Mana bu quvvatni olishni va quvvatni o'zida saqlashni va doimiy ravishda shu quvvatda bo'lib yurish uchun bu kanaldagi berilayotgan bilimlar va meni berayotgan bilimlarim va men o'tkazayotgan kurslarim sizlarga juda ham asqotadi deb o'ylayman. Qarab boringlar, ayniqsa bu kanalga juda ham katta ma'lumotlar ham qo'yib boryapmiz. Odatda bunaqa ma'lumotlarni pulga sotishadi. Bizlar mana shu odamlarga ko'p yaxshilikni tarqataylik, olgan bilimimizni o'zimiz bilan qabrga olib ketmaylik deb sizlarga bilim tarqatish maqsadida ham bu kanalga rosa ko'p foydali bilimlarni ham qo'yib boryapmiz. Nimaga bu ishni boshladim desak, men aslida o'zim Yaponiyada turaman. O'sha uchun ko'pchilik soat O'zbekiston vaqti 5 erta, kechroq qilsa bo'lmaydi macha. 4 soat bizlar O'zbekistonga nisbatan oldinda biza. Nima uchun bu bilimni boshladim? Aslida meni kasbim tibbiyotga yoki nutritsiologiyaga bog'liq emas edi. Asl meni kasbim turizm edi. O'zbekistonda turizm bo'yicha ishlaganman, Yaponiyaga shu bo'yicha o'qishga kelganman, turizm biznesi bo'yicha ishlaganman. Doimo turizmda karyeramni yaxshi darajada olib kelgan odamman. Hozir ham turizm bilan har zamonda shug'ullanib turaman. Lekin o'zim og'ir kasal bo'lgandan keyin men ham xuddi shunday holatda yetib keldim. Medikament dorilar menga yordam bermayapti va medikament dorilarni yomon ta'siri natijasida menda nima deydi, organlarim idrab va o'lim xavfini his qildim. Bitta men emas, yonimdagi, qo'limdagi bolam bilan birgalikda edi. Shuning uchun bizlar shunaqa yo'lga kirishimga to'g'ri keldi. Ya'ni medikament yordam bermaydigan bo'lsa, nima yordam beradi degan hammaga shunaqa savol tug'iladi. Qachonki hayotida shunaqa tupikka kirib qolgan vaqtida, yopiq tunnelda kirib qolgan vaqtida yorug'lik ko'rinmaydi, umid ko'rinmaydi. Tabiiy yo'l bormikan hayotimni uzaytirishda? Bunaqa yosh davrda o'lib qolgan, qo'limdagi nafas ololmayotgan bolaga qarab qiynalib ketgandan keyin shu izlanib, o'rganib, 4 ta tilni bilaman, hamma tilda o'rganib va topgan meni natijam va xulosam shunday bo'ldiki, odam og'zidan kiradigan va hayot tarzidan kelib chiqqan holda tanasi o'zgaradi. Sizda hozirgi tanangiz, bilasizmi, doim shu turishda qolmaydi. 3 oydan keyin boshqa tana. Har bitta organingiz o'zgaradi. 7 oydan keyin boshqa, 1 yildan keyin umuman yangilanasiz. Ayrim organlaringiz 1 yildan keyin umuman yangi bo'ladi. Demak, siz 1 yil keyin qanaqa bo'lishingiz uchun hozir nima yeyapsiz? Hozir siz qanaqa narsa beryapsiz? Tanangizga davo bo'ladigan narsami yoki zarar qiladigan narsami? Mana shu narsaga qarab 1 yilga siz o'zgarasiz. Mana buni hattoki rasmlarimda ham bor. Oldin qanaqa edim, keyin qanaqa bo'ldim. Oldin bundan qariroq edi ko'rinishim. Hozir esa yoshim katta bo'layotgan bo'lsa ham o'zimni his qilishim 27-26 yoshda his qilaman. Hattoki qo'l uchi orqali bizlarda shunaqa apparat bor, yoshni biladigan. Ana shunga qo'yganda ham meni tanamni yoshini yosh ko'rsatadi. 2 barobar yosh ko'rsatadi pasportdagi yoshimga nisbatan. Buni hammasi Allohga shukr, shunaqa berilgan bilimlarni amalga qo'llaganim uchun. Va sizlarga ham xuddi shunaqa bilimlarni bilan bo'lishish uchun mana shunaqa efirlar o'tkazib turamiz, mana shunaqa ma'lumotlar bilan bo'lishib turamiz. Gohida marafonlar o'tkazamiz, gohida kurslar o'tkazamiz, har xil tarzda. Menda allergiya bezovta qiladi. Mhm. Keyin juda ham holsiz bo'laman. Charchoq, bitta anavi qilib qo'ysam, 1 soat yotmasam, turib ikkinchi ishni qila olmayman-da. Hozir ancha yaxshi yo'li, kechqurun burnim bitib qoladi.
tilim yopishib qoladi-da og'zimga. Hmm. Qurib, achchiq bo'lib, ana shu bezovtaligim, ana shu. Hmm. Demak, sizda allergiyani hali boshlanishi ekan, Manzura. Ismingizni Manzura deb chaqirsam bo'ladi. Mhm. Eng boshlanishi ana shunday boshlanadi. Burun bitib qolishi, burun bitgani uchun og'izdan nafas olasiz va og'izdan nafas olganingiz uchun og'iz quruq bo'ladida, og'izni ichida achchiq bo'ladi, ya'ni yomon bakteriya ko'payib ketadi, tilingiz tanangizga yopishib qoladi, gohida anaqa suv yig'iladigan bo'lsa ertalabgacha bir pachka salfetkalarni bo'shatasiz. Men hattoki mana shunday boshlagandim, menda ham. Sizni holatingiz menga juda ham tanish. Tez charchab qolish, keyin borgan sari xotira ketadi, keyin nimaga ketasiz, nima deydi, depressiyaga tushasiz, ko'chaga qarab hayron qolasiz. Qanday qilib odamlar yuribdi deysiz. Qanday qilib kuch topdi ular deydi, sumka ko'tarib yurishga deb hayron qolasiz. Qayergadir borishganda. Shunaqa darajada siz holsiz va kuchsiz bo'lganingiz uchun. Va bu holatdan chiqib ketish uchun albatta bo'layotganimdek ichki tiklanish, ichki tozalanishdan boshlanish kerak. Lekin dorilar bilan bosaman desangiz, vaqtinchalik yordam beradi. Dorilarni keyingi yana keyingi yana kuchliroq o'tishingizga to'g'ri keladi. Chunki siz asosiy sababni olib tashlamayotgan bo'lsangiz, lekin asosiy sabab qayerda deganda, men rosa ko'p narsani o'qib, birdan hozir sizga xulosasini aytadigan bo'lsam, asosiy sabab sizni ichki organlaringizda, masalan, ichagingiz va jigaringizda bo'ladi. Bu degani ular yaxshi ishlamayapti degani emas. Borganingizda u yerda biron bir diagnozlar olaman degani emas. Siz bilmagan holda sizda ichki organlaringizda yallig'lanish ketyapti. Yallig'lanish ketishi natijasida tanangizda notoza qon aylana boshlaydi. Notoza qon aylanayotgan vaqtda bizning immunitetimiz tanamizning ichiga kirgan begona narsaga nisbatan katta hujum uyushtiradi. Shuning uchun u hujum uyushtirayotgan paytda allergiya juda qo'zg'agan vaqt hisoblanadi. Biron bir narsaga nisbatan yana battar hujum bo'ladi. Shuning uchun ayrimlar aytadi, quyoshdan allergiyam bor yoki changdan allergiyam, yoki qanaqa oziq-ovqatdan allergiyam bor deydi. Sabab ular emas, bizning ichki organlarimiz, Manzura. Ichki organlaringiz yallig'lanishib ketadigan bo'lsa, har bitta organingiz yaxshi ishlaydigan bo'lsa, ishonavering, sizda allergiya tanangizga yasholmaydi. Tanangizda allergiya ketadi. Rasmiy tibbiyotda bu tuzalmas kasallik deyishadi, lekin preventiv tibbiyotda va nutritsiologiyada bu oldini olsa bo'ladigan va yengillashtirish mumkin deb hisoblanadi. Tuzatish degan 100% yo'q. Bir umr sizda allergiya saqlanadi, lekin simptomlar yo'qoladi, tushundingizmi? Hozirgi holatlaringiz yo'qoladi, dorisiz yo'qoladi. Agar hayotingizni hozirgidaqa qaytarib qo'ysangiz, yana qayta davom etadi. Chunki bizning immunitetimiz xotirasi bor. Bizni hujayralarimizni har bittasini xotirasi bor, eslab qoladi. Manzura yomon ish qiluvdi, biz rosa kurashuvdik deydi, allergiya qo'zg'atuvdik deydi. Yana o'sha hayotga qaytib, yana kurashga to'g'ri kelyapti deydi. O'sha uchun 100% tuzalmaydi, lekin dorisiz yaxshi hayot kechira oladigan darajagacha, yaxshi holatgacha olib chiqish mumkin. Nima maslahat berasiz? Shu o'zi allergiya emas edim. Homilador bo'lganimdan keyin paydo bo'ldi-da, 7 oylik, 8 oylik. Homilangiz sabab bo'lmagan, birdan javobini aytay. Homilador bo'lganingiz uchun allergiya bo'ldi degani emas, bu sizni o'sha davrda noto'g'ri ovqatlanganingiz yoki qanaqadir dorilar ichganligingiz natijasida bo'lib kelib chiqqan. Shuning uchun buni ovqatlanishingizni o'zgartirasiz. Sog'lom yallig'lanishga qarshi bo'lgan ovqatlanish qanaqa bo'ladi? Oddiy o'zingizda doimiy yeydigan ro'zg'oringizdagi narsadan qilasiz bu narsalarni. Bizni dasturxonimizda O'zbekiston yashayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda bozorda shunaqa zo'r narsalar rosa ko'p. Arzimas summaga turishi mumkin, lekin foydali narsa shuncha ko'p. O'shalar orqali odatdagi o'zbek milliy taomlari orqali davolanish mumkin. Endi buni hozir tushuntiraman desam, men bu ajratilgan soatimiz yetmay qoladi. Chunki bu 10 kunlik leksiya va juda ham detalli misollar, o'zingizning misollaringiz sifatida qarash kerak. Sho'rva ichsangiz, sho'rvam qanaqa bo'lish kerak, sog'lom sho'rvada. Osh yesangiz, oshingiz qanaqa bo'lish kerak degan narsa o'zingizning misolingizda, o'zingizning ro'zg'oringizda, o'zingizning kistingizdan kelib chiqqan holda qilishingiz kerak. Shuning uchun nimalarni qarab chiqing kanalimda. Ichki tiklanish, ichki tozalanish marafonimiz ham bor. O'shanga qatnashib o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p. Da. O'sha orqali o'rgansangiz bo'ladi. Juda ko'p odzivlar bor. Allergiya eng men uchun oson narsa. O'tkazamiz, bitta narsa esimga tushdi. Narigi safar noyabrda o'tkazgan, har oy 10 kun o'tkazamiz. Noyabrda o'tkazgan marafonimda bir kishi qatnashdi, balkim shu yerda bir kishi hozir qatnashayotgandir, eshitayotgandirlar. Hech narsa yeyolmayman deydigan kishi qatnashdilar.
bir 4-5 ta narsa yeya oladimi bilmadim. Rosa ko'p narsa yeya olmaydi-da. Nima yesam menda qichishadi, burnimdan suv keladi, burnim bitadi, nafas ola olmayman deb eng og'ir allergiya keldi. O'sha kishi 10 kundan so'ng yozgan odzivlari bor. Menimcha odzivlar tarafda topsangiz kerak. Ko'p narsa yeya oladigan bo'ldim, allergiya, bir necha yil qiynalgan allergiyadan qutuldim deb tushunyapsizmi? U o'ylaganki, ovqatlardan bo'lyapman allergiya deb. Lekin ichki tiklanish, ichki tozalanish orqali qiladigan narsamizda, marafonimizda уже yechimini topib ketdilar. Shuning uchun doimo allergiya ovqatlanish orqali tuzaladigan narsa deb o'ylang. Dorilar vaqtinchalik yordam beradi. Albatta qo'lingizda doringiz bo'lishi kerak. Biror bir joyda bo'lganda ham yoki qo'zg'alib ketganda ham vaqtinchalik sizni simptomingizni yengillashtirish uchun. Lekin bu yechim emas, tuzatadigan narsa emas. Doktor Zam aytgandir bu haqda. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz anchadan beri kuzatyapman. Borligingizdan xursandman, minnatdorman. Ilohim ko'payib ketinglar. Siznaqa mehribon, xalqni uylaydigan, beminnat xizmatlaringiz bilan shunchalik yaxshilik qilyapsiz xalqqa. Endi men hali sizdan hech qanday maslahat ola olmaganman, lekin boshqa kishilarni eshitib xursand bo'ldim, singiljonim. Umringiz uzoq bo'lsin, charchamang xalq xizmatida. Asal singlim yoki qizim, men 60 yoshdaman. Juda qanday tushuntirsam, 60 yoshga kirib bunaqa shapqilab yeb qolmaganman, o'zimga qarayman. Har kuni 2 kilometr saharlab yuguraman, suv ichishga hammasini qanday ichish kerak bo'lsa o'shanaqa qilib ichaman-da singlim. Ertalab bir tarelka tarom salat yoki svikla hamma narsani qilaman, lekin menda zapor bir 10 yildan beri zapor juda qiynab yubordi-da singlim. Greenleaf'ni aloesini kapsulasini ichib turibman. Endi ximikatlarni juda yoqtirmayman. Sano ichaman, shu Greenleaf'ni aloe kapsulasi bor, shuni ichaman. Svechalar yordam bermaydi, chunki birinchi farzandim 17 yoshimda tug'ilgan, o'shanda menda zapor anaqa gemoroy bo'lgan. Zapor emas, gemoroy bo'lgan. No, o'sha gemoroy yillar davomida turibdi, xalaqit bermaydi. Lekin mana shu 10 yildan beri oilaviy sharoitim yoki onam borlar, alhamdulillah 93 yoshda onam borlar. Ko'zlari ham ko'rmaydi, eshitmaydilar ham. Ular eshitmagandan keyin juda ko'p savol beradilar, bir kundan juda ko'p savol beradilar, javob berish kerak, eshitmagandan keyin baqirib gapirasiz. Bitta masalan soat aytishni 10 yo 10 deb bir necha marta baqirish kerak, shu payt yo ovqat yeyotgan bo'laman, yo перекус bo'lar, ish qilib haligi ovqat spokойно ketmaydi-da, yoki asabdanmi, lekin mana shu 10 yildan beri zapor juda qiynadi deyman. Juda qiynadi, Dilijon. Sizni ko'rib juda xursand bo'ldim. Najotkor topildi deb o'yladim o'zimga. Matluba opa, hozir aytishingizdan qaraganda, demak sizda ovqatlanishingizda o'simlik to'qimalari yetarli darajada bor, suv yetarli darajada ichaman deb aytyapsiz. Menimcha sabablardan biri bittasi albatta stress ham bo'ladi. Stress ham sabab bo'ladi. Qachonki emotsional stress ko'proq bo'lsa, masalan, yo hayajonli davrda bo'lsangizda, bir narsa qilishingiz kerak, hayajonli tonusda bo'lib turibsizda, yoki boya aytganimdek xotirjamlik, ko'ngilda xotirjamlik bo'lmasa ham xuddi shunday tana tonusda bo'ladi, chunki miyamiz bilan ichagimiz bog'langanligi uchun. Lekin 10 yildan beri bor degan, 10 yildan beri 24 soatga yetdi siz unaqa hayajon bilan unaqa tonusda bo'lmasangiz kerak. Qayerdadir nima edi? Relaks qiladigan, relaks nima deydi? Xotirjam bo'ladigan. Asal singlim shu 10 yildan beri desam xato bo'lmaydi, chunki o'zimni bilaman, напряжённыйman, juda напряжённыйman. Mana shu qanday tushuntirsam, onam ancha injiq bo'ldilar-da shu kasal bo'lganlaridan keyin. Yoshlari qancha katta bo'laversa, u kishida hozir demensiya ketyapti. Mana endi men 60 ga kirgan bo'lsam, shu chiziqlarida yurg'izdilar yoshligimdan-da. Onamdan shikoyatim yo'q. Alhamdulillah, Alloh berganiga shukr, umri uzoq bo'lsin. Yana ham 93 yil yashasinlar. Sinovim, imtihonimdir. Ilohim Alloh chiroyli qabul qilsin, chiroyli o'ta sabr bersin. Lekin напряжённыйman, asal singlim. Shundan balkimi magniy sitratmi, nimadir ichishim kerakmi? Endi sizdan so'ramasdan xohlamadim-da shu narsalarni ichishni. Yana ikkita narsa sabab, boya aytganingizdek xuddi shunday. Mana shu sabab ham bo'lishi mumkin. Yana ikkita sabablardan biri sizda nimangizga, ichagingizga kerakli bakteriyalar yetishmayotgandir. Ovqatingiz tarkibidan ololmayotgandir. Xuddi shunaqa. Keyin kislotность yo'q menda, hazm yo'q. Suv ichsam ham 1 minutdan keyin kekirish boshlanadi. Ovqat yesam ham 1 minutdan keyin bilmadim. Shu kekiraverishim kerak-da. Kislotность yo'q deb o'ylayman o'zimga. Meditsinadan xabarim yo'q. Hazm qilish sistemangiz ham xuddi shunday buzilgan. Va undan tashqari harakatim yaxshi deb aytdingiz. Menimcha jismoniy harakatingiz yaxshi bo'lsa kerak.
endi qarangda, mana shu onamga mana kelinim bor, ikkita bolasi. Mana shu kirib turgan payt men to'xtamayman-da. Aytdim-ku, ertalab 2 kilometr yurib kelaman. Imенно kechasi uxlamay, saharga borib uxlab qoladilar. Shu payt namoz o'qib chiqib ketaman-da, ozgina yo yugurib kelaman, yo bir 2 kilometrdan kam yurmayman-da, yurib kelaman. Lekin Demak, keyin bor. ertalabdan kechgacha ularni oldiga qimirlamay o'tirishimga to'g'ri keladi-da. Kelinni ikkita yosh bolasi bor, 2 yilda tug'ilgan. Ha, ha, ha. Endi Matlub opa, siz o'sha olmishga kirsiz, endi qanaqa darajada bunaqa hayot kechirasiz, sabringiz qayergacha chidaydi bilmayman. Lekin mana shu Sabrim chidamayapti, Jilajon. hayot tarzingizni kimdirdan yordam so'ragan holda o'zgartirmasangiz, 10 yillik narsa ham ta'sir qilmasligi mumkin. Demak, siz bitta ovqatlanishingizni ham yaxshilab qarab chiqing. Chunki ayrim shunaqa holatlarda bo'ladi. Deylik, bizda umuman qimirlamaydigan, yotib qolgan kishilar bo'ladi. Yotib qolgan kishilarda u jismoniy harakat ham qildira olmaysiz, hazmi buziladi. Lekin shunaqa narsalar bor. Majburlab bo'lsa ham ichini tozalashga yordam beradigan super foodlar bor. Uni Hazrat Qur'on kitobida ham aytib o'tgan. Chunki fojia ro'y berganda, deylik, kimdir olamdan o'tib juda qattiq qayg'uda bo'lgan vaqtda bizning ichagimiz ishlanadi. Shuning uchun payg'ambarimiz arpani bitta turi bo'lgan, o'shandan qilgan kasha yeyishni, kasha deymiz, endi nima deydi? No, kasha deylikda. Buyurganlar. Ovsyankami? Ovsyankadan ham yana bitta boshqa anaqa turi bor. Lekin hech bo'lmasa o'sha ovsyanka ham yordam beradi hozirgi endi zamonaviy grechka, ovsyanka. Bularni yeb turaman, brokoli, grechka. Ichagimizda shunaqa yaxshi bakteriyalarni ko'paytirgan holda ichimizda ketishiga yordam beradigan narsalar bilan birgalikda hayot tarzimizni ham birgalikda sal o'zgartirishimiz kerak. 24 soat uyda bo'lishingiz shart emas. Qayerdadir yordam so'rashingiz mumkin, yoki kimnidir yollashingiz mumkin. 24 soat siz uyda bo'ladigan bo'lsangiz, sizda hayotingiz просто yo'q degani. Bitta emas, undan keyin bo'lsa ham buziladi. Shuning uchun endi mana oxirgi paytlar sizning jonim qayerdadir odam yollaysiz, qaysidir soatda, tushunyapsizmi? Siz 24 soat u yerda bo'lishingiz mumkin, lekin qaysidir soatda yollagan holda yoki kimgadir topshirgan holda hayot tarzingizni o'ylamaydigan bo'lsangiz, keyingi sizga kasalliklar keladi. Undan keyin yana ham bittasini aytadigan bo'lsam, depressiya keladi. Men nima uchun yashadim degan. Nimaga hayotimni bag'ishladim degan, keyin depressiya keladi. Shuning uchun siz birinchi ovqatlanishingizni yana bir bor qarab, yaxshilab o'rganib chiqqan holda hayot tarzingizga xotirjamlikni kiritishingiz kerak. yo'q-da, qarang, asal singlim. Mana depressiya shumi? Hozir shu gapingizga qiziqib qoldim. Depressiya nima? Masalan, men bitta qiz bo'lib tug'ilganman, mendan boshqa hech kim yo'q onamga, lekin menda 4 ta bola bor. Toshkentda hammasi, men Surxondaryo Dinovga kelganman. Hammasi o'zi bilan o'zida. Hozirgi yoshlar uni kampirga 93 ga kirganga qaramaydi. Bundan bu yoqdagilar, men o'ylayman, yana ham qaramaydi. Shuning uchun ham Allohdan so'rayman, muhtoj qilma deb. Men depressiya deganingiz hozir bunaqa deb tushunyapman. Mana уже men charchadim-da, uyga kirib ketaman, hech kim yo'q uyga. Eshikni qulflab yig'laydigan bo'ldim. Keldimi o'zi depressiya? Mana shu depressiya boshlanishi. Hozircha sizda onangiz bor. Olamdan o'tgandan keyin depressiyangiz yana chuqurlashib ketadi. Chunki hozir kimnidir nima qilyapsiz-ku, qarayapsiz-ku, o'sha yo'qolgandan keyin yana katta bo'shliqning ichida tushib qolasiz. O'sha siz hozirning o'zida hayotingizni bir kun ichida nechidir soatlik hayotingizni o'zingiz uchun bo'lgan vaqtni tiklab olishingiz kerak. Bizlar ayniqsa bunaqa maslahatni hayoti juda ham jo'shqin, rosa nima deydi, ishi ko'p biznesmenlarga ham xuddi shunaqa narsani aytamiz. O'sha bilan bir xil holat. Chunki ularda ham xuddi shunaqa depressiya boshlanadi. Tushunyapsizmi? Hayoti zo'r bo'lsa ham, puli bo'lsa ham depressiya boshlashi mumkin, chunki o'ziga xotirjamligi uchun bo'lgan vaqtni ajratmaganligi uchun. O'sha vaqtda nima qilasiz? Stresslardan chiqib ketadigan har xil ichimliklar bor. Bizlar retseptlarni berib boramiz. Har xil smuzilar bor, ichkarida sizga energiya beruvchi. Bu safar onangizga qarayotgan vaqtingizda yaxshi kayfiyat bilan o'zni majburlamagan holda qara oladigan bo'lasiz. Chunki o'zni ichingizda уже energiya bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi. O'zingizni vaqtingizni mazza qila olgan bo'lasiz. Men shunaqa deb ko'ryapman sizning holatingizda. Ovqatlanishingizda ham kletchatkalar, suvlar, harakatlar bor. Menimcha salgina yaxshi bakteriyalar yetishmaydi. Buni ham ovqatlardan olish mumkin, xuddi shu narsalarni. Plus hayot tarzingizni yaxshilashingizga to'g'ri keladi. O'zingiz uchun bo'lgan vaqt va xotirjamlik va sizni depressiyadan chiqaradigan, chunki o'zi depressiyadasiz. Va tanangizga xotirjamlik beradigan, stresslarni yo'qotishga yordam beradigan ichimliklar, smuzilarni kiritishingiz kerak. Rahmat sizga. Lekin qancha qiyin bo'lsa ham men uni onamga bildirmayman, chunki foydasi ham yo'q, eshitmaydilar ham, ko'rmaydilar. Hamma azab o'zimga bo'rsin, mayli deyman, chunki baribir gunohda endi onani
yelkolmaysiz, turtolmaysiz, hech narsa kulib turaverasizda, ularga bildirish qiyin. Lekin ba'zan eshitmagan payt, ona 5 bo'ldi, necha bo'ldi? 5 tong otdi, tur, tong otdi, bomdod bo'ldi. Ana shunaqada uyquda ham xotirjamlik yo'qda, asal singlim. Mayli endi u narsalar. Bizlarda masalan chet elda xuddi shunaqa vaqtlarda odam yollaydilar. Kunlik qarab ketadigan, bir necha soatlik qarab ketadigan odamlarni yollaydi. Mani ham otam olamdan o'tganlar xuddi shunaqa eng og'ir ahvolda edi. Ko'pchilik chidolmadi, fizически, emotsionalli ham. Shuning uchun bizlar bir kunda kimnichidir soatlik odam yollardik. Chunki bundan boshqa iloji yo'q. O'ziz yiqilib qolasiz, yo biror narsa bo'lib qolasiz. Ikkita kishinikiga kim qaraydi? Tasavvur qiling. Shunaqa asal singlim. Qalbingiz yuzingizdan ham go'zal ekan, juda xursand bo'ldim, minnatdorman. Rahmat. Menga retsept tashlasangiz, rahmat asal singlim. Retsept tashlasangiz, o'shanga amal qilib ko'rib, yana gaplashaman. Savollarim ko'p, lekin hozir meni kutib turganlarga ham vaqt berishim kerak uchun. Rahmat, katta retsept rahmat. mana shu kanalda prikreplённый degan tepasida qilib qo'yganimiz bor. O'sha tarafdan topasiz. Keyin yana ovqatlanishingizda qarab chiqishingiz uchun bunaqa narsalarni individualniy bir kunda 3 marta siz bilan ishlaymiz. Faqat marafonlarimizda ishlaymiz. Bu katta kanalda 3000 ta odam bilan ishlay olmaymiz. Retseptlar, foydali retseptlar allaqachon kanallarda berganmiz. Smuzilar, tinchlantiruvchi qolgan narsalarni, retseptlarni marafonlarimizda nasib bo'lsa 1-dekabrdan 10-dekabrgacha boshlanadi. O'sha yerda qatnashib siz bilan 3 marta bir kunda 3 marta ishlab, ham depressiyadan chiqarib, ham tanani quvvatini yaxshilab, ham ichki organlaringizni hazm qilishiga yordam beramiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Onamni yoshidan o'tib yuring, charchamang hech qachon. Tanangizga gap yuqmasin, qizim. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Amin. Duolaringiz uchun rahmat. Apa, anaqa xo'jayinimni anaqasi og'riydi-da, ichaklarida. G'ildirab og'riq bo'lyapti. Nima yesa ham hazm qilishi yaxshi emas, ichi yaxshi kelmaydi. Ichi yaxshi kelmaydi, nima yesa ham hazm qilmaydi. Menimcha u kishida qabziyat bo'lsa kerak, biz ham ruscha qabziyat. Ha, bor. Da kimniki emas, mana bu to'liq atrofi og'riydi-da, o'rtasi emas, ha? Ha, xuddi shunaqa. Da bu degani ichaklarida chiqmagan chiqindilar qattiq tosh bo'lib qolib, oxiri ichak kengayadi, ichida qolaveradi haligi chiqindilar. Hojatxonaga kattasiga chiqarib turishimiz kerak edi, bizning tanamiz tozalanib turish kerak. Chiqmaganligi uchun ichak kengayayotgan vaqtda u yerda tosh bo'lib qolaversa, ana shu og'riq beradi. Chunki atrofi nervlar bilan o'ralgan. Shuning uchun har kun hojatxonaga kattasiga chiqishlari kerak. Bu uchun ovqatlanishni o'rganishlari kerak. Qanday qilib ovqatlansak, biz qabziyatimizdan qutulamiz degan narsani. Keyinchalik o'shaga menimcha hali bosh og'riqlar, nimalar kelib chiqadi, haligi charchoqlar, keyingi narsalar kelib chiqadi. Yoki ayrim odamlarda bilasizmi nima bo'ladi? Ana shu yo'g'on ichagi cho'zilib ketadi. Keyin operatsiya qilishga boradigan kishilar ko'p. Bizlarda bunaqa holatlar juda ko'p uchraydi. Operatsiya qilish taklif qilishyapti, yo allaqachon operatsiya qildim qabziyatdan debdi, tuzalmagandan deb. Shuning uchun ovqatlanishni o'rganishlari kerak. Istasalar marafonlarimizda o'rganish mumkin. Kanallarimizda ham retseptlarimiz rosa ko'p. Nima deymiz? Hozir mana shu kanalingizga qo'shilganmiz. Yana kanalingiz bormi? Yo'q, mana shu kanalimizda har oy bizlar ichki tiklanish, ya'ni hazm qilishni yaxshilash, ichki organlarni tozalagan holda ovqatlanishni o'rgatadigan marafonlarimiz bor. 1-dan to 10-dekabrgacha. Marafon deb yozsangiz, sizga ma'lumotlarni o'sha jo'natadilar. 10 kun davom etadi. Shuning ichida bemalol qabziyatni muammosi ketadi. Chunki ayrim kishilar bilasizmi, dorilar bilan hattoki operatsiyalargacha boradigan narsani oddiy doimiy yeb yurgan ovqatlarini to'g'ri tashkillashtirish orqali tuzatish mumkin. Bu muammo bizlar uchun oson. Lekin bilimiz o'rgansangiz, o'rgatadigan bilimlarimiz orqali o'rganadigan bo'lsangiz, siz uchun ham oson hal bo'ladigan yechim hisoblanadi. Chunki qabziyat qayerdan kelib chiqadi? O'shani asl sababini olib tashab va to'g'ri tushunib olib boradigan bo'lsangiz, sizdagi qabziyatlar ketadi. Opa, keyin o'sha qabziyat nima deydi, naslga o'tishi ham mumkinmi? Yo'q, yo'q. Hozir 2 o'g'lim bor-da. Demasizlar, oilaviy yaxshi ovqatlanmaysizlar, to'g'ri ovqatlanmaysizlar va katta o'g'limda ham shu problema. Shu. Katta o'g'lingizda, chunki bitta kishi o'rgansa, bitta kishi xuddi shunday qilib ovqatlanadigan bo'lsa, ayniqsa oilada xotin kishi o'rganadigan bo'lsa, unga qarab qolgan kishilar ham xuddi shunday ovqatlanib o'zgarishlari mumkin. Nasl turmaydi. Umuman. Ha, men sizdan yuqqan deyman-da.
Yo'q, qanday yuqadi? Yo'q, u nasl surmaydi. Bunaqa narsa borda, bilasizmi? Ovqatlanish, har bitta oilani ovqatlanish madaniyati bor. O'zini odatlari bor. O'zini o'rganib to'g'ri. qolgan turlari bor. O'sha narsani ota ham, ona ham, bola ham, ota-onadan qarab bola ham ovqatlanadi. O'sha uchun hammasida taxminan bir xil kasallik bo'ladi. Masalan, ota-onasi qanday ovqatlansa, bolasi ham xuddi shunday bo'ladi. Ota-onasi sog'lomlar, bolasi sog'lom bo'ladi. Ota-onasi nosog'lomlar, bolasi albatta nosog'lom bo'ladi. Chunki bitta dasturxonga o'tirasizlar, bir-birlaringizga bir kunda 3 marta shunaqa qilasizlar. Yillab davom ettirasizlar, shundaymi? To'g'ri. Yillab. Shuning uchun nasl suradigan narsa emas, bu osongina hal bo'ladigan narsa. Doim ro'zg'oringizda qilib yurgan ovqatlar orqali qilishingiz mumkin. Tuzatishingiz mumkin. Opa, shuni bir retsept qilib yozib bersangiz bo'lmaydimi? Agar sal tepasiga qarasangiz, PDF sifatida berilgani bor. PDF sifatida ayni ichak masalasida albatta u yerda yozilgan anaqa ma'lumot olasiz. Agar ovqatlanishni o'rganishni istayman desangiz, marafonlarimiz bor. PDF mana tepasida bepul qo'yilgan, bemalol qarab o'qib chiqasiz. PDF deganni tushunasizmi? Nima deydi? Yozib chiqqanmiz-da, har bitta tema bo'yicha yozib chiqqanmiz. Ovqatlanishni o'rganishni istaymanda, mana shu o'zimni ro'zg'orimdan qanday qilib qabziyatga qarshi yoki ichkaridan tozalangan holda toza bo'lib, energiyaga to'la bo'ladigan tana qilishni istayman desangiz, buni o'sha o'rganishingiz kerak. Chunki juda katta ma'lumot. O'zingizda misolingizda ko'rishingiz kerak, o'zingizda tarelkangizda ko'rishingiz kerak. Ana shunda tushunasiz. Yaxshiroq o'rganasiz. Ha, bo'pti, bo'lmasa marafonlarga qatnashaman-da. Shunday qilganingiz, bitta kishi qatnashib, shuncha kishi o'rganib, butun oilasi doimo manfaat topadi. Foyda topadi. Xo'p, rahmat. Mayli, xo'p, salomat bo'ling. Rahmat, charchamang, sog' bo'ling. Siz ham charchamang, salomat bo'ling. Apa, assalomu alaykum. Akbar, assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zing qalaysan? Akbar meni jiyanim O'zbekistondagi va meni birinchi marafonimga qatnashgani ozish uchun, sog'lom ozish marafonimizga. Ha, shunday. O'quvchilaringizdan biri desam bo'ladi. Haligacha rioya qilib kelyapmiz. 1 yildan oshdi-yu, menimcha. 2 yil bo'ldi. Natijalar juda zo'r. O'sha 1 yildan beri ancha-muncha nima desam ekan, oshqozonda gastrit bo'lardi. Gastritdan butunlay yo'q bo'lib ketdi. Chunki har doim birinchi salat zo'r qilib yeb olamiz. Keyin oqsillarni yeymiz. Umuman bu nima yo'qda, qiyinchilik yo'q. Hamma narsa zo'r. Energiya zo'r. Nimada keyin oyog'imda bir o'ng tarafida shu og'riq bo'lardi, tizzada. Postoyanno og'riq bo'lardi oldin. Bir Samarqandga olib borganimda operatsiya qilasan degandi. Og'riqdan. O'sha narsa ham yo'q bo'lib ketdi. Umuman og'riq yo'q. Akbar, sen hali juda ikkita nima deysiz, yaxshi eshitdim. Hali juda ham yoshsan, 35 ga kirdingmi yo'qmi? Sani oyog'ingda o'sha allaqachon yallig'lanish bo'lganmi tizzada-da? Yo'q, u yiqilgansiz deyapti. Yoshligingizda yiqilgansiz deydi. O'sha yiqilganingizda yallig'lanishmi bir nima bo'lgan deydi. Uni operatsiya qilib qanaydir nima qilar ekanda. Lekin u operatsiya qilgandan keyin bir 3 oy og'ir yuk ko'tarish mumkin emas. Nimalar ko'p ekan. Yoshligimda bir yiqilgandim, shu tizzam bilan shu qattiq yiqilgan bo'lsam kerak o'shani. Lekin sog'lom ovqatlanib, o'sha narsa og'rig'i yo'qda lekin. Marafonda o'rgatilgan bo'yicha hali ham ovqatlanyapsan deb eshitdim, chunki rosa semirib ketayotgandi, stresslar sabab. Butun bitta kishi emas, oilasi ham semirib ketyapti deb eshitgan edim. Yo, juda zo'r. Xudoga shukr, yaxshi hammasi. Sizga kattadan katta rahmat, opajon. Nimada? Sog'lom hayotga qaytarib ham bo'ladi. Shunday yaxshi natijalarga erishdik. Hozir ratsionimiz ham mana ovqatlanish butunlay o'zgargan o'sha 1 yil oldindan buyog'iga. Har doim salatlar, har xil salatlar qilinadi. Ikkinchisi o'sha oqsillar обязательно. Keyin nima uglevodlar oxirida. Hammasi tartib bilan yaxshi, xudoga shukr, yaxshi. Gap yo'q. Gastritdan qutulish mumkin. Oyoqdagi oldingi bo'lgan travmadan kelib chiqqan yallig'lanishdan qutulish mumkin-da, ozish mumkin, sog'lom ozish mumkin, energiyaga to'la bo'lish mumkin. Shunday. Keyin ancha yosh ham ko'rinasiz. Chunki
sinfdoshlarimni ichida harazotga hazillashib qo'yamanda, man hammalaridan yoshman deb qo'yamanda. Shu 1 yildan beri ish qilib natija zo'r. Mhm. Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Da xursandman Akbar Ha. senda bo'layotgan o'zgarishlardan, chunki nima deydi, sog'lom ovqatlanish orqali man to'g'ri ovqatlanish haqida bilim bo'lishda. Bilim bo'lish orqali shuncha muammoni Ha. operatsiyasiz hal bo'lib, sog'lom bo'lib, energiya bo'lib, yana yosharib ham yurish mumkin. Bu ayshi teng qimmatbaho narsada. Nima deydi, tengsiz. Zo'r. Gap yo'q. Rahmat Akbar Shuni odziq ham uchun. Doimo sog' bo'lgin, Mayli, salomat apajon. bo'lgin. Nima, men oldin ham kirgandim. Jigarimni yog' bosgan haqida aytdim sizga. Aha, Keyin marafonga ham qo'shildim. aha. Shu birinchi kun. Lekin hali ulanmadim-u. Lekin qo'shilib oldim, inshaalloh. Nasib bo'lsa endi boshlanadi dekabrdagi qo'shildingiz, a? Ha. 1-dekabrdan 10-dekabrgacha boshlanadigan. Aha. Hozirgi sizga savolim, mana hali kuni ham aytib o'tdingiz, orada ozgina aytib o'tdingiz. Nima, bu ikkita burnimni, ikkita chekkasida anaqa qizil tomirchalar bo'ladi-yu. Qizilni ikki chekkasi qizarib qolyapti. U tomir dedingizmi, shunaqa dedingiz, qon tomirlari. Ha, ha. Ko'rinib qolyapti. Ha, ha, ha. Buning Ko'rinib sababini uni ichida tromblar paydo bo'lyapti. O'sha uchun ko'rinib qolyapti. Man gohida odamlarning yuziga qaraganda analiz qilaman-da, nima bo'lyapti, nima organizmda nima bo'lyapti degan narsalarni. Bitta politikamiz bor edi, O'zbekistonda siyosatchi, juda ham yuzini katta qilib ko'rsatgani uchun juda ham tushunarli bo'lardi-da. Analiz qilardi. Menimcha shu yaqinda shu kishi infarkt yo insult bo'ladi debdi. Chunki xuddi shunaqa u kishida ham tromblar ko'payadi. Ayniqsa yuziga rosa bilinarli darajada. Как раз burnini atrofida shu qon tomirchalari bilan tromblar ko'payib ketgandan qon yurishmaydi-da, ko'rinib qoladi, bordoviy rangga o'xshab ko'rinib qoladi-da. Haqiqatan ham shunaqa bo'lib olamdan o'tdilar. Tushunyapsizmi? Qanaqa darajada bu xavfli narsa. Chunki jigaringiz yog' bosgan, jigaringiz yog' bosdi degan faqat jigarda muammo bor degani emas. Sizning qoningizni ichi yog'li degani. Yog'li quyuq qon. U sizni butun tanangizga faqatgina muhim bo'lgan organlaringizgacha yetib boradi. Lekin qo'l uchizdagi, oyoq uchdagi yoki mayda mikrokapillar deymiz, mayda qon tomirchalariga yetib bormaydi. Ham u yerda tromblar ham hosil bo'ladi. Qachondir Alloh ko'rsatmasin, infarkt, insult bo'lishdan oldinda turibsiz degani. Shuning uchun sizda bittagina bu yerda o'sha tromblarimiz allaqachon tanangizda ko'p joylarda tromblar ham bordir. Birortasi uzilib yo borib yurakning qon tomiriga tiqiladigan bo'lsa, buni biz infarkt deb aytamiz. Miyangizda biron bir qon tomiriga borib tiqiladigan bo'lsa, biz buni insult deb aytamiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun holatingiz xavfli bo'lganligi uchun siz hammadan ham marafonga qatnashayotgan paytingiz hamma 100% bajarsa ham siz 200% zo'r qilib bajarishingiz kerak. Zo'r o'rganib oling, hamma narsani zo'r qilib bajaring. Har kun yerda leksiyalar ketadi. Har kun 3 marta sizni ovqatlanishingizni tekshiramiz, tuzatamiz, korreksiya qilamiz. U qanaqadir qimmatbaho mahsulotlar bilan kelmaysiz. O'zingizda uyingizda, o'zingiz yashaydigan shahringizda, bozorida va sizni istagingizga pozvolyat qila oladigan, ya'ni sizni mablag'ingiz nimaga yetsa, o'sha narsani olib yeysiz. Lekin hammasini shunaqa balansda qilamiz, tuzalish uchun. Chunki jigarni yog' bosgani уже bu katta muammo. Bu keyingi kasalliklarga ulanadi. Nimaga ulanishi mumkin? Yoki infarkt, insult bo'layotganda, yoki bo'lmasa sahrli diabet, ya'ni qand kasalligiga ulanishi mumkin. Yoki keyingi narsalardan kelib chiqishi mumkin. O'sha yuragingizda hansirashlar, yaxshi nafas ola olmasliklar, tez charchab qolish, bu yana sizda o'tirib qolishingizga olib keladi. Yana o'tirib qolasiz, chunki yaxshi yura olmaysiz, hansiraysiz, yana u semirishga olib keladi. Hamma narsani tabiiy va o'zida ro'zg'oringizdan kelib chiqqan holda, qimmatbaho importli narsa olmagan holda, doimo yeb yurgan narsalaringiz orqali qilamiz. Shuning uchun marafonda qatnashganingiz to'g'ri qilibsiz. Birinchi qadamingiz ham arzon narxda siz o'sha yechimni olyapsiz. Odatda bunaqa narsa qancha summa turadi. Больницаga borsangiz, lekin o'shanda ham yechim topa olmaysiz. 100% даже undan ham ortiq qilib bajaring. Nargiz, albatta yechim topasiz. Va buni keyin boya men hozir jiyanim aytganda, u 1 yil oldin deyapti. Aslida 2 yil oldin qatnashgan. Bemalol davom ettira olasiz. Qiyinchilik olib kelmaydi. Hamma mazali ovqatlanasiz. hozir bu o'sha tromb deyapsiz-ku, lekin dadam ham shundan olamdan o'tdi-da. Tromb bo'lib. Meni ham dadam shundan olamdan o'tdi. Shuning uchun bizni ota-onalarimiz bilmaydi qanday to'g'ri ovqatlanishni. Bizni ota-onalarimiz ota-onalari ham bilmagan. Lekin ularda ko'p jismoniy aktiv bo'lgan, tushunyapsizmi? Bizlarda hozir jismoniy aktivlik kamaydi. Lekin ovqatlanish o'sha. Unga yana nima qo'shilyapti?
ximikat bilan ifloslangan oziq-ovqatlar va ximikat ko'p bo'lgan havolar va ekologiyadagi narsalar qo'shyapti. То есть bizni hozirgi davrimiz ota-onamiz va bobomiz, babushka, dedushkamiz, bobo buvimizdan ham og'ir holat. O'sha ularga nisbatan ham biz tezroq kasal bo'lamiz. Ovqatlanish haqida o'rganadigan bo'lsangiz, siz bitta bo'lmas, boya aytganday, o'zini yoshingizga nisbatan yosharib ham yuradigan bo'lasiz. Qarang, qo'llarim xuddi barmoqlar. Yana savol beraveray. Aytavering. Qo'llarim ham xuddi haligi qari odamni qo'liga o'xshab qolyapti-da. Faqat mana shu ikkita mana 10 barmog'ingiz bo'ladi-yu, qo'lchalaringiz. Shu qo'llarim anaqa tirish bo'lib, ajoyib bo'lib qolyapti. Qari odamni qo'liga o'xshab qolyapti. Nima sizni anaqa yoshingiz aslida yosh, a? 38 yoshda. Voy, rosa yoshsiz-ku. Mendan ham qancha yoshsiz? 6 yil. Shunga aytyapman-da, qo'lim nimaga qari odamni qo'liga o'xshab qolyapti deb. Chunki Yuzimda uncha yo'q. chunki qon yetib bormasa, o'sha joy oziqlanmaydi. Oziqlanmagan joy esa hayot ketadi sekin-sekin. Ichkaridan agar siz yosharadigan bo'lsangiz, bizlarning marafonda ham xuddi shunaqa effekt olishadi. Gohida qizim bilan bir xil bo'lib qoldim, student qizim bilan deb aytadigan kishilar ko'p. Ichkaridan yoshiradigan bo'lsangiz, sizni taningiz o'zgaradi. Chunki hamma narsa tashqaridan bo'lmaydi-ku, krem surtganingiz bilan, ichkaridan. Keyin qo'llarimga qora mayda xol toshib ketdi 2 yil oldin. Qo'llarimga mayda qop-qora bo'lib qora narsalar toshib ketdi. U ham ichimdan bildim, lekin nima qilishni bilmadim. Mana endi qilishni bilasiz. Qatnashyapsiz, nima qilishni marafon davomida tushunasiz, odat qilasiz va davom ettira olasiz. Bir oydan keyin menga otziv berasiz. Qanday o'zgardi, Sofi, eslab qoling. So'ramasam ham otziv. Bu qanaqa edi, hozirgi turishingizni rasm olib oling, chunki rosa haqiqatan rosa o'zgarasiz. Hozirgi turishingizni rasm olib oling. Qo'lingizdagi bor bo'lgan muammolarni rasm olib oling. Marafon tugadi. Bir oydan keyin qo'limdagi qo'llarim kamayib qoldi. Qo'limdagi qo'llarim hozir uncha bilmaydi, lekin qari qo'l bo'lib qolgan hozir. Qari qo'lligidan ko'rinmaydigan qo'llar endi. Da, o'sha qo'lingiz o'zgaradi, yuzingiz o'zgaradi, oqaradi, sart tortiladi. Mana shishlar ketgani uchun formachalar chiqadi. Undan boshqa nargiz bo'lasiz. Aytganingiz kelsin. Keyin komplimentlar eshitib yurasiz qolganlarda. Chunki biz bir oy tugab ketgandan keyin ham gohida so'raymiz-da, undan keyin hayotlaringiz qanday deb so'raganimizda ko'pchilik shunaqa deydi. Komplimentlarga ko'ngil berib, nima qilyapsiz, qaysi kosmetologga boryapsiz deb so'rar ekanlar-da. Voy. Qaniydi men ham ishda bo'lsam. Ha, albatta bo'lasiz. O'sha uchun boshdan bosh birdan kirishib, hamma 100% bajarsa, siz 200% qilib bajaring, qayta eshiting, hamma har kun berilayotgan leksiyalarni, jonli efirlarni, albatta o'zgarasiz. Chunki men o'zgardim, har safar marafonda qatnashgan odamlar o'zgaradi. Albatta siz ham o'zgarasiz. Hammamizning tanamiz bir xil. Hattoki muammomiz ham bir xil, bilasizmi? To'g'ri. Yana bitta savolim bor edi. Mayli, to'g'ri. Vitaminmi, shunaqa nima deydi, shunaqalar ham ichishimiz kerakmi deb so'ramoqchi edim. Mana shu. Da, уже vitaminlar ichishimiz kerak, faqatgina tabiiy va kompleksda va surlovchang. Men bu kanalda va marafonlarda nima qilmayman, vitaminlarni reklama qilmayman. Aslida vitaminlar bilan ham shug'ullanaman. Va mendagi vitaminlar hammasi tez suriluvchi, yuqori texnologiyalik narsalar. Chunki yaxshi rezultat berish uchun qurol kuchli bo'lish kerak. Lekin nima uchun bunaqa vitaminlarni reklama qilmayman kanalimga ham, hattoki marafonimga qatnashsangiz ham. Chunki hammaga birinchi navbatda haligi fundamentni yaxshi qilishni o'rganishni istayman. Vitamin bu bezak. Bu devorlar, bu krishalar. Lekin fundament bu sog'lom ovqatlanish, balansli, sog'lom, to'g'ri ovqatlanish. Buni o'rganmagunizcha vitaminlarga ketayotmang. Buni o'rganasiz. Keyin agar sizga moliyaviy ko'tara oladigan bo'lsangiz, undan keyin vitaminlar qo'shishingiz mumkin. Bo'pti, bundan o'qigandan keyin menga tavsiya qilaverasizmi? Da, marafon oxirida kerak deb yursangiz, muammongiz yechilmagan, ko'p muammolar yechiladi. Yechilmagan muammongizni o'rganib chiqib, unga mos bo'lgan kompozitsiyaga ta'sir qilamiz. Kompozitsiyada tuzib beramiz. Ha. Bo'pti, rahmat. Nargiz, sizni umsa kutib qolaman. Juda ko'p qo'l ko'tarib turuvchilar, hech qaysilaringizni nima deydi, ko'ngillaringizni qoldirishni istamayman, lekin menda ham vaqt juda ham chegaralangan. Odatda bor yo'g'i yarim soat bunaqa efirlarni o'tkazamiz, lekin marafonlarda hech kimda hech qanaqa savol qolib ketmasligi uchun ovozli xabar bilan ham efirlar orqali ham hamma savollarga javob beramiz. Nima deganda, bilimni to'liq o'rganib ketishlarini istayman. Berilgan summaga yarasha bilim emas, berilgan summadan ham ortiq bilim berishni istayman, chunki bir umrlik bilim bilan chiqib ketishlarini istayman. Bir umrlik bilim beradigan bo'lsak, ular mana
2 yil o'tsa ham, necha yil o'tsa ham davom ettira oladigan bo'ladilar. O'zlarini ro'zg'ordagi ketkazadigan summasiga mos. Kimdir boy ovqatlanadi, lekin tarkibi kambag'al. Kimdir kamroq pul ketkazadi, lekin tarkibi boyda. Mana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun siz moliyaviy ahvol qanaqa farqi yo'q. Tarkibi boy ovqatlanishni o'rgatamiz. Mayli, xo'p, ming bor uzr, hammalaringizni savollaringizga javob bera olmaganligim uchun. Bu Telegram kanalimizda ham rosa ko'p efirlarimizda zapislari ham bor. Qarab chiqib, eshitib chiqishlaringiz mumkin va bizni e'lonlarimizdan biri bilganlaringizdek, birinchidan har oy albatta 10 kun ichki tiklanish, ichki tozalanish marafoni o'tkazamiz. Bu qanaqa muammodan kelishidan qat'iy nazar, hazm bo'lmayapti, o'sma bor, yo qanaqadir allergiya bor, yoki sog'lom bo'lish istayman, yo sog'lom ozish istayman. Farqi yo'q, qanaqa nima bo'lishidan qat'iy nazar, hammaga mos keladigan va hammaning muammoni yechimi ayni ichkaridan boshlash uchun bizlar ichki tiklanish marafonini o'tkazamiz. Birinchidan 10 dekabrgacha bo'ladi, mana kelayotgan keyingi esa dekabr o'rtalaridan bizlar ovqatlanish haqidagi bilimni ko'proq yana bilish uchun qanaqa superfoodlarimiz bor, qanaqa retseptlar orqali qilishimiz mumkin, eng oson, eng erinchoqqa mos bo'lgan chunki o'zim erinchoqman, lekin mazali, foydali ovqatlanishni yaxshi ko'raman. Retseptlar orqali qanday qilib bizlar demak ozuqalar orqali, tabiiy ovqatlanish orqali va tabiiy har xil yo'llar orqali sog'lom, yosh bo'lib yurishimizni o'rgatib boraman 3 oylik klublar orqali. Aytganday. Bir hafta oldin O'zbekistondan kelgan, men endi turizmda ham ishlayman deb aytganim uchun turistlarimiz bor edi. Turistlarimizdan bittasi ikkinchi kun, voy, u kishi yoshgina studentga ketdi ekan, bizlarga deb aytibdilar-da. Aytdim, yo'q, men yosh emasman, ko'rinishim studentka bo'lishi mumkin, lekin yoshim sizlar qatori deb. Ya'ni o'rta yoshdaman deb. Studentka emasman degandim. Bu degani, Yaponiya qanday odamlarni yosh qilar ekan deb aytdi. Chunki bizni atrof muhitimiz Yaponiyada ko'pchilik sog'lom ovqatlanadi, fiziki aktiv, lekin stress bu yerda yuqori, maksimum O'zbekistondan ham ortiq. Lekin hamma ovqatlanish haqida bilimi bor va amal qilishadi, fiziki aktiv. Har doim sumkalarida suv olib yuradi, har 500 metrga bitta hojatxona bor. O'zbekistonliklar ko'p hojatxonaga bormaydi, suvni ham kam ichadi. Shuning natijasida operatsion stolda yotishadi. Tosh paydo bo'lgan qanaqadir har xil kasalliklar. Qisqasi, Yaponiyadan ko'p narsa o'rganishingiz mumkin ekan deb qaytdilar. Va sumkalarida suv olib yura oladigan bo'ldilar. Shunaqa gaplar yana keyingi efirlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.